Rossiyadagi yurtdoshlarimiz diqqatiga yangi Anjirpay ilovasi o'z faoliyatini boshladi. Anjirpay orqali siz Rossiyadan turib O'zbekistondagi Uzkart, Humo va Visa kartalariga pul o'tkazishingiz, shuningdek, naqd pul shaklida ham yuborishingiz mumkin. Anjirpay ilovasini Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfoli. ISNA agentligining axborotiga ko'ra 3-mart kuni Eron Hormuz bo'g'ozi nazoratini o'z qo'liga olganini ma'lum qilgan va ISNAga ko'ra Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi 3-mart kuni bo'g'ozga kirishga harakat qilgan 10 ta kemaga zarba bergan. Oradan ko'p o'tmay esa Qo'shma Shtatlarni qo'shtirnoq ichidagi eng tinchlikparvar prezidenti Donald Trump rasmiy bayonot bilan chiqib, bundan keyin Hormuz bo'g'ozidan o'tishni istagan kemalarni Qo'shma Shtatlar armadasi qo'riqlab borishini bildirgan. Bu esa ISNAga ko'ra dengizda yangi front ochilganidan daraklik beradi. Eshitmaganlar uchun eslatma. Dunyo tanigan Goldman Sachs investitsiya bankining o'rganishlariga ko'ra, agar Tehron Hormuz bo'g'ozi nazoratini bir oygina o'z qo'lida saqlab qolishga erishsa, u holda Yevropa ittifoqi davlatlarida gaz narxi 10 yoki 20% ga emas, 130% ga oshib ketadi. Shuningdek, Goldman Sachsga ko'ra, Hormuz bo'g'ozini yopilishi aviayoqilg'i narxini ham keskin ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Boisi 2025-yilda jahon aviayoqilg'isining 18% o'z xaridorlariga aynan shu bo'g'oz orqali yetkazib berilgan. Endi Eronga tayinlangan yangi oliy rahnamo haqida qisqacha so'z yuritamiz. Iran International agentligining axborotiga ko'ra 3-mart kuni rasmiy Tehron, aniqrog'i Oyatullohlar kengashi, Eronning navbatdagi oliy rahbari sifatida Mojtaba Xomanayini saylagan. Mojtaba Xomanay, eslatib o'tamiz, halok bo'lgan oliy rahbar Ali Xomanayning ikkinchi o'g'li bo'lib, u 56 yoshda va u diniy ta'lim olgan, ammo rasmiy lavozimlarda ishlagan emas. Reuters ma'lumotlariga ko'ra, u otasiga yaqinligi va Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi bilan yaqin aloqalar orqali mamlakat siyosatiga soyada turib ta'sir ko'rsatgan. U qat'iy siyosiy yo'l tarafdori sifatida qaraladi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilda prezident saylovlaridan keyingi boshlangan norozilik namoyishlarini bostirishda ham Mojtaba Xomanayni qo'li bor. Endi Eronni Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlari zarbalariga javoblar haqida qisqacha so'z yuritamiz. Mehr agentligining xabar qilishicha, Eronning yangi mudofaa vaziri general Majid ibn Arrazo Isroil hujumlari natijasida o'ldirilgandan keyin Eron Amerika Qo'shma Shtlarini Dubaydagi konsulligiga zarba bergan. Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilning birlashgan kuchlari esa Eron poytaxti Tehrondan tashqari mamlakat g'arbidagi Kirmonshoh viloyati tarkibidagi Pavex shahrini bombardimon qilgan va Mehr agentligining tasdiqlashicha, Pavex shahriga hujumda Qo'shma Shtatlar bu safar o'zini bombardimonchi B-2 samolyotlarini ishga soldi. Qaydgancha 3-mart kuni Qatar havo kuchlari Eronga birinchi marta zarba bergandan keyin Qatarni Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil koalitsiyasiga yaqin Sharq mamlakatlari orasida birinchi bo'lib qo'shilgan davlat ekani haqida xabar tarqalgan edi. Qatar tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Majid al-Ansoriga ko'ra, Qatar o'zini himoya qilish huquqidan foydalanmoqda va Doha Tehronga qarshi urushga kirgani yo'q. Endi Donald Trumpni Oq uyda Friedrich Merz bilan o'tirib, o'zini oqlagan-yu bu bosqinni Qo'shma Shtatlari cho'ntagiga keltirayotgan zarar haqida to'liq axborot beramiz. Diqqat bilan eshiting. Axios agentligining xabariga ko'ra, Donald Trump 3-mart kuni Oq uyda Eronga qarshi urushda o'zini oqlab, Tehronni hujum qilishga tayyorgarlik ko'rayotganlikda ayblagan. Trumpga ko'ra, nima emish, agar Amerika Qo'shma Shtatlari Isroilning buyrug'iga ko'ra Tehronni bombardimon qilmaganda, Eron Isroilga zarba berardi. Financial Times'ning bildirishiga ko'ra esa Amerika Qo'shma Shtatlari bu urushda allaqachon 2 milliard dollardan ortiq pul yo'qotib bo'ldi. Negaki Financial Times'ning hisob-kitobiga ko'ra, Eronga bosqin uchun Amerika Qo'shma Shtatlari soniyasiga, ya'ni sekundiga $4400 pul sarflamoqda. Eng qiziq tomoni shundaki, Qo'shma Shtatlarni yaqin Sharqdagi ittifoqchilari Eronni dron va raketalarni urib
tushirish uchun bir kunda Qo'shma Shtatlar bir oyda ishlab chiqaradigan raketalardan 2 marta ko'p raketa otmoqda. CNN agentligi e'lon qilgan sonlarga ko'ra 3-mart holati bo'yicha Kuvayt Eronni 178 ta ballistik raketasini va 384 ta dronini, Birlashgan Arab Amirliklari 169 ta raketasini, Bahrayn 70 ta raketasini, Qatar esa 100 ta raketasini urib tushirgan. Bu raketalarni urib tushirish uchun otilgan raketalarni ishlab chiqarish uchun Qo'shma Shtatlardagi kompaniyalar endi kamida 4 oy ishlashi kerak. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.